不是一个天生美人妃子，可是我并没有半点自卑。眼泪口鼻都是爸妈送的礼物，所以我感觉一切都很珍贵。我美不美，答案没有绝对，要用心灵去体会。酷爱幽默，因为酷爱生活，快乐让人变得美。You got me beautiful too, you got me beautiful, you got me beautiful too, you got me beautiful. Analar bayramı. Hadi, evde analar bayramı. Apаңызға nemi sovg'a qilasiz? Bilmayman. Analar bayramida azaldan apamga sovg'a berib baxmagandim. Mayli, nemini sovg'a qiling, apаңызны hayron qoldirib toza xush qilib eting. Nemishqa? Shundala apаңызға esidan chiqmag'idek xushallik ato qila olasiz. Esil mukofot. Qancha ko'p setib olsanglar, shuncha esil mukofotlar chiqadi. Hey, bana bunda mukofotning keragi yo'q. Mashina qilsam apam xushal bo'landigandi. Ha, mana. Apa! Qutquzinglar! Hey, qo'riq bo'lgan sir ko'payib ketyapti. Undaq emas-ku. Hey, qo'riqchiq bo'lsa odam satlashib ketmandi. Undaq emas-ku. Qo'riq qancha ko'p bo'lsa odam shuncha omoq ko'rinadi. Rostmi? Rost. Xotin qarang, bu it sal turib shunday qimmatgan-ku. Qamlashmagan. Meni ashu ish qilishtiryapti. Sizga tegib, yuzurimga mushunda qo'riq tushib ketdi. Bilamsiz? Ayni menga to'y taklifi qo'ygan vaqtimizda menga bak kuynatdingiz. Mashina ep beraman, uy ep beraman degandingiz. Lekin hozircha hech nimani ep bermadingiz. Nima qilsiz? Eliqi velosiped hesab emasmi? Hesab emas. Shuncha yildan beri hiliqi uy, mashina ketgan oddiy bir so'g'im ep bermadingiz. Ata, analar bayramida apamga nima sovg'a qilsa xush bo'lar? Mushu mashina sovg'a qilaylik. Apamning orzusim shu ekan. Mashina sovg'a qilsa bo'ladi, lekin apam mashina hadyalarmi? Oy, tezroq bo'linglar, nimandaq jiqyap qilsizlar. Bir muncha odam sizlarni saqlayotdi. Oyjon, moq keldi. Güzel tileklerini yazdırıp apamga gül eversek o çakom hayran kaladı. Makul. Mundaq yazaylı. Yaxshimisiz? Bu o'sha xon qizning uyimi? Ha, men shu. Ha. Men 40 dan oshgan tursam, xon qiz deysiz-ku. Biraylan bu gulni o'sha xon qizga yetkazib berishimni aytqandi. Ha, rahmat. Chiroyli ham umoq o'shan xon qizga tegsin. Bu gulni kim avatgandi? Ata, apamga bizning sovg'a qilganimizni deylik. Bo'lmaydi, uni bir hayron qoldiraylik. Dadasi, tunugun sizga koyib qo'ysam, bugunli gul sovg'a qilibsiz-da? Yo'q, men sizga gul sovg'a qilmadim. Ha, nima? Bu gulni siz buyurtmaganmi? Men ko'rpaqachi. Chiroyli ham omoq o'shan qo'ygan qizga tegsin. Bu gulni kim avatgandi? Men siz uchun gul buyurtmagan tursam, dana bu gulni kim avatibdi? Dana kim avatibdi? Men bilmadim. Ish qilib men emas. Bo'ldi, bu gulni tashlab eting. Tez bo'ling. Nemishqa tashlab etaman? Menga avatgandan keyin chiroyli tizib qo'yma. Ay, boshqalar menga gul sovg'a qilganga qaraganda texi qiyirmabdiman. Juma. Lekin bu gulni kim sovg'a qilgandi? Hiliqi qassob
Lojangmidi ye? Man, sizga beray. Mumkin emas. Lojang ko'rsatishdan boshqa ishga qiziqmaydi. Ko'ktat sotilgan sholimidi ye? Aytishlariga qaraganda u ustoz Lidalongning izbosarkan. Oy! 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 Kam qolgan 5 pulni teqib bermidingiz? Pulni bering. Umi emas. O shuncha pixsiq tursa, gul sovg'a qilamdi. Oyoq yamaydigan lovlumidi ye? O'g'u yuvosh odam. Yama bo'ldim qadrligim. Kiyib beqam. Buni siz uchun alohida yamadim. Shundaqmi? Qandaq alayda? Oyog'ingizning tagi endi uprab ketmaydi. Undan emas. Zodi kimdi? Nimkarim ish qilib bir bana guli so'qibdi. Demak boshqalarni yanala jalb qila olaydi ekanman. Acha, opam bekli xush bo'lgandek qiladi. Ajab yaxshi. Yaxshi bo'ldi. Oxir maqsadimizga yetdik. Opam xush bo'ldi. O gulni kimning sovuq qilganiga bekli qiziqyotdi. Lekin dadam xafa bo'lib qolgandek qiladi. Hech qisi yo'q. Endi dadamga sovg'a berib, uni xush qilib yetayli. Ma'qul. Xotinimga gul so'qigan qaysi ablaqda? Yo'q, amal topay. O'ptaroq o'ylanmasam bo'lmadi. Topdim. Umakam chiroyli bo'shan qo'yga tegsin. Endi xotinim gul so'qigan u odamga o'ch bo'lib ketadi. Bak yaxshi bo'ldi. O maqam chiroyli bo'shan qo'yga tegsin. Men so'g'u yetkazish shirkatidan buning imzo qo'yib elib olamsiz. Ma'qul. Rahmat. Kelishgan Chinveylin apandiga tegsin. Biga, nimsh qilyapsiz? Acha, birsi so'g'ib kepti. Mana. Shu, jazman yana iliq gul so'qigan odam avatgan gap. Qarab beqna, bu qatim nima so'q qildi? Chintaqa, sizning so'g'ingiz bor ekan. Dada, sen bayke. İçib qarab baqa. Ma'qul. Bu quda ajab tonishqo. Siz qarab beqman, nima bor ekan ichida? Ajab qiziqkan. Menga soqol og'ish so'q qilib nima qiladigandu? U ablah zodi kimdi? Uni cho'qim aniqlab chiqaman.
Oy, acep korktum. Bugün bir keynimgi tushib oldi. Bir iş bo'lmaganda apa. Hilimi özüm zerek bo'lg'achqa, onu taza urib qochirib etdim. Onun beshi ishib qoldi ku deyman. Dadanglar qani? Men keldim. Dada beshing qiling bo'ldi. Ishib qopti. Ish nima? Kelayotqicha ehtiyotsizlikdan yiqilib tushdim. Men o'jdomga kirib ketdim. Aja, bu qandoq bo'lg'ini? Asli onalar bayramida opamni hayron qoldiraylik deb onunga gul sovuq qilgandik. Lekin dadam ikki qatim peshkanlik uchrabdi. Shu emasmi? Dadamning opamning kayniga tushadiganini kim bilsin deysan? Dadamga yuz kelmaymiz. Hammasi bizning xatoligimiz. Aslida gulni ular sovuq qilib ha? Bu qatim u gul sovuqqa odamga toza o'sh bo'lib ketadigan bo'ldi. Hay, dadasi, o nima? Ilk odam yana sovuq avatibdi. Ha? Yanama? Ko'rib boqaychi. Bo'ladi, ko'rib beqing. Dadasi, gulni kimning avatganligini bildim. Kimga? Dadi bilan Shodi, ular bizni hayron qoldirish uchun nomsiz gul avatibdi-kan. Opa, bilib bo'psan-da? Asliyligi saqal ag'ushni dadamga sovuq qilmoqchidik. Sizlarmitinglar? Men texi bir raqibim sovuqqa o'xshaydi debdiman. Uzun yillik arxutdan turibmi ko'llab yurdingizmi? Hay, dadi, bayramlik gul sovuq qilgandinglar, yana boshqa sovuqim oldinglarmi? Onu biz almadık apa. Sizlar almaganmi? Ammisi bu ne? Osmon!可是我并没有半点自卑，因为隔壁都是爸妈送的礼物，所以我感觉一切都很珍贵。我美不美，答案没有绝对，要用心灵去体会。酷爱幽默，因为酷爱生活，